Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Bugun sizlar bilan doira to'qishni, doira shaklida to'qishni o'rganamiz va shu doira shaklida to'qishni o'rganganimizdan keyin bolalar uchun o'yinchoq ilon to'qishni ham o'rgatib ketaman. Albatta, doira to'qish sxemasini ham video oxirida joylab ketaman. Bemalol sxemaga qarab ham to'qib, esingizdan chiqib qolgan joyini o'rgansanglar bo'ladi. Buning uchun boshlashimiz uchun birinchi ko'rsatkich barmog'imizga ipni bir marta aylantirib, halqachani ichidan ish ipimizni tortib olamiz, barmog'imizni chiqarib olamiz. Shu halqachani ichiga 6 marta naketsiz chok to'qib olamiz. Birinchisini albatta zanjir qilib olinadi. 1 2 2 3 4 5 6. Mana 6 marta to'qigandan keyin, zanjir olganimizdan keyin shu ipni tortib, birinchi va oxirgi zanjirlar birlashtirib olinadi. Mana birinchi zanjirga turgan zanjirga kirib, ish ipimizni ilib olib chiqarib, va oxirgi zanjirdan ham chiqariladi. Mana shunaqa doira shakli hosil bo'ldi. Endi ikkinchi qatorda har bir halqachani ichiga, har bir mana zanjirlarning ichiga ko'paytiruvchi chokimizni to'qib chiqamiz. Bu ko'paytiruvchi chokni 4-darsda qanaqa to'qilishini o'rgangan edik. Mana birinchi qatorni boshlaymiz. Bitta zanjir olib, birinchi halqachaga bitta zanjir oldik, ikkinchisini chokimizni to'qib olamiz. Yana shu halqachaga kirib, ikkinchi chokni to'qib oldik. Endi undan keyingi zanjirga ham kirib, ikkinchi zanjirimizga kirib, yana ikkita naketsiz chok to'qib olamiz. Mana bitta, yana xuddi shu joyga zanjirga kirib, ikkinchi naketsiz chokni to'qib oldik. Ikkita bo'ldi. Uchinchisiga ham xuddi shunaqa bitta, ikkita naketsiz chok to'qildi. To'rtinchisiga 1 2 beshinchi 1 1 2 va oxirgi zanjirga kirib ham yana 1 ikkita naketsiz chok to'qidik. Mana qator oxiriga yetganda o'zi 6 ta zanjirimiz bor edi. Ko'paytirishlarning hisobiga endi zanjirlarimiz soni 12 taga yetdi. 3-qatorda bitta ko'paytiruvchi chok, bitta oddiy naketsiz chok to'qib, bu qatorni ham oxirigacha to'qib qo'yiladi. Birinchi boshlanish joyini belgilab ketish uchun ipdan, mana shu belgilovchi ipdan foydalanib, shu birinchi joyiga qo'yib ketsak, boshlanish joyini belgilab ketgan bo'lamiz. Mana birinchi zanjirga kirib, ikkita naketsiz chok to'qib olinadi. 1 2. Ikkinchisida endi bitta naketsiz chok to'qiladi. Mana 1. Shu tariqa qator tugaguncha, shu belgilangan ipga kelguncha bitta ko'paytiruvchi chok, bitta bir naketsiz chok to'qib qatorni tugatib qo'yamiz. 3-qatorni ham tugatib oldik. 3-qatorda zanjirlarimiz soni endi 18 taga yetdi. 4-qatorda bitta ko'paytiruvchi chok va ikkita oddiy naketsiz chok to'qib, qatorni oxirigacha to'qib qo'yiladi. Mana birinchi zanjirga ikkita to'qiymiz. 1 2. Endi ikkita oddiy bittali naketsiz chok. Mana bitta halqachaga bitta, ikkinchi halqachaga ham bitta to'qildi. Shu tariqa qatorimiz oxirigacha to'qib qo'yamiz. Mana 4-qatorni ham belgilangan joygacha to'qib oldik. Endi zanjirlarimiz soni 3-qator tugatganimizda 18 ta edi, 4-qator tugatganimizda 24 ta bo'ldi. 5-qatorda endi bitta ko'paytiruvchi chok va 3 ta oddiy naketsiz chok to'qiladi. Belgilovchi ipimizni to'g'irlab olib to'qiymiz. Mana birinchi zanjirga ikkita naketsiz chok, ko'paytiruvchi chok, bitta, ikkita. Endi 3 ta, har bir zanjirga bittadan naketsiz chok to'qiymiz. 1 2 3. Mana shu tariqa qatorimiz tugaguncha to'qib boramiz. Mana 5-qatorimizni ham tugatib oldik. Bu qatorda zanjirlar soni 30 taga yetdi. Endi 6-qatorda bitta ko'paytiruvchi chok va 4 ta oddiy naketsiz chok to'qiymiz. Bitta ko'paytiruvchi chok, 1 2. Endi 4 ta naketsiz chok to'qiymiz. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta. Shu tariqa
yana belgilangan joygacha to'qib olamiz. Mana 6-qatorni ham to'qib oldik. Bu to'qigan bizning doiramiz 6 qirrali doira. Ekranimizda ko'rinib turgan sxema bo'yicha to'qsanglar doiralar 12 qirrali bo'lib chiqadi. Xohlagancha qirrali qilishingiz mumkin. Uning uchun birinchi zanjirni nechta petla olinsa, masalan biz 6 ta oldik boshida birinchi petlarni, zanjirni 6 ta olsanglar, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta olsanglar, shuncha qirrali doira kelib chiqadi va har o'zingizlar xohlaganingizcha kattalikda to'qisanglar bo'ladi. Men hozir shu to'qigan doiramizdan ilon to'qishni o'rgataman. Buning uchun hozir qatorlarimiz soni 6 taga yetgan bo'lsa, 11-qatorgacha hech qanaqa ko'paytira ishlarsiz doirani to'qib chiqamiz. Qatorlarimiz soni sanaganimizda 11 ta bo'lishi kerak. Shu tariqa har bir zanjirga bittadan naketsiz chok to'qib 11 qator to'qib olinadi. 11 ta qator to'qib oldik. Sanab chiqamiz. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 ta qator to'qib oldik. Endi har 7 ta petlada bitta qisqartirish amalga oshiramiz. Qisqartirishni 5-darsimizda o'tgan edik. O'sha 3 ta usuldan bittasini qo'llab qisqartirib ketamiz. Mana bitta petlarni tashlab to'qimasdan ikkinchi petlardan to'qsak, bittaga petlar zanjirlarimiz soni qisqaradi. Mana bitta qisqardi. Endi 7 ta oddiy chok to'qib olamiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Mana to'qib oldik. Endi yana bittaga qisqartirib, mana bitta chokka to'qimasdan ikkinchisini to'qib ketamiz. Belgilangan joygacha yetib keldik. Mana shu holga keldi. Endi keyingi qatorni 6 ta bitta qisqartirib 6 ta to'qiymiz. Mana bitta qisqartirish to'qimasdan ketamiz. Keyingisidan sanab mana 1 2 3 4 5 6. Endi mana belgilangan joygacha yetib keldik. Endi keyingi qatorda bitta qisqartirib 5 ta oddiy chok to'qiymiz. Mana bu birinchi chokka to'qimasdan ikkinchi chokdan boshlab ketiladi. 1 2 3 4 5. Mana to'qidik. Bitta qisqartirib yana 5 ta to'qib olamiz. 1 2 3 4 5. Belgilangan joygacha shu tariqa to'qib olinadi. Mana endi keyingi qatorda bitta qisqartirib 3 ta chok to'qiymiz. Bitta qisqartirib bitta, 2 ta, 3 ta chok to'qiladi. Keyin yana bitta qisqartiramiz. Keyin yana 3 ta 1. Endi keyingi qatorda ham yana bitta qisqartirib 2 ta chok naketsiz chok to'qiladi. Mana bittani qisqartirib keyingisiga kiramiz. Endi 2 ta naketsiz chok to'qiladi. Bitta, 2 ta. Yana bittani. Endi mana to'qib oldik. Bosh qismi tayyor bo'ldi. To'qilgan o'yinchog'imizni. Endi buni ichiga ichini to'ldirish uchun sintifon dum qismini, ilonni dum qismini to'qishni boshlaymiz. Qancha uzunlikda bo'lishini xohlasa ilonni uzunligini shuncha aylantirib qisqartirmasdan to'qib chiqamiz. Xohlasanglar ilonga rang-barang iplardan foydalansanglar bo'ladi. Dum qismini rang-barang qilinsa juda ham chiroyli bo'lib chiqadi ilon. Buning uchun ipimni uzib olib bironta rang qo'shamiz. Mana masalan ko'k rangga qo'shib ko'rmoqchiman. Uzilgan joyiga bog'lab to'qishda davom etiladi. Sizlar ham xohlagan ranglarni qo'shib to'qishsanglar bo'ladi. Shunaqa davom ettiriladi. Mana har xil ranglarni qo'shib
ilonimizni o'zimizga kerakli uzunligiga yetguncha to'qib oldik. Ana endi uni dum qismini qisqartirib yopishni o'rgataman. Har 5 ta to'qib 1 2 3 4 5 bitta qisqartiramiz endi. Mana bitta qisqartirdim. 1 2 3 4 5 mana 5 ta to'qib bitta qisqartirib ikkitagina zanjir qolgunicha shu tariqa to'qib olinadi. Mana ikkita zanjir qolguncha to'qib oldik. Endi oxirgi zanjirga kurchugimiz yordamida kirib ish ipimizni tortib chiqarib mana shu holatda yana bitta zanjir olib tugatib qo'yamiz. Ipimizni uzamiz. Dum qismi ham tayyor bo'ldi ilonimiz. Mana shu holatda bo'ldi. Mana ilonimiz tayyor bo'ldi. Ilonimizni mana shu boshlang'ich petlasidan boshlab dumigacha menda 106 ta qator bo'libdi. Ana endi ilonni yuz qismiga ishlov beramiz. Birinchi ko'zlarini belgilab olamiz. Qatga qo'yishi mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9-qator bilan 10-qator o'rtasiga mana belgilab oldim. Tepadan sanaganda 9-qator bilan 10-qator o'rtasiga belgilab oldim. O'rtadagi naketlar soni 1 2 3 4 5 6 7 ta oralig'idagi naketlar bo'ladi. Ko'z qismi ilonimizga chiroyli chiqish uchun ko'z qismidan orqa tarafidan kirib igna yordamida kirib shu ko'z qismini ozgina ip yordamida tortib olamiz. O'shanda ko'z qismi sag'al bo'lsa ham chiroyli cho'nqurroq bo'lib chiqadi. Mana tortib yana xuddi shu joydan ipni chiqarib olamiz. Mana chiqarib oldim. Orqa tarafdan tortganda ko'z qismi mana ichkariga ozgina kiradi. Shuning uchun mana chiqarib oldim. Endi shu joydan shuncha ip qoldirib o'sib, boylashga ip qoldirib, yana ikkinchi ko'zini ham tortib olishga ipni o'tkazib olamiz. Mana shu orqa tarafidan kirib, shu belgilab qo'yilgan joyini, belgilab qo'yilgan joyi ozgina chetrog'idan chiqib, mana yana shu belgilab qo'yilgan joyi bu yoq tarafidan, bu yoq yon tarafidan kirib, orqa tarafidan xuddi qaysi joydan ipni kirgizgan bo'lsa, o'sha joydan chiqarib olamiz. Chiqarib oldim. Mana ikkita joydan chiqarib oldik. Endi mana shu joy o'rtasidan, ikkita ip o'rtasidan kirib, ikkita ipni bitta joydan tortib chiqarib olinadi. Mana xuddi shu halqachani ichiga kirib, bu ipni ham tortib chiqarib oldim. Endi ikkala ipni sag'al tortsak, mana ilonni oldi tarafdan ko'rsataman, ko'zi ichkariga tortiladi. Tortilgan holatda orqadan ipini boylab olamiz. Mana keraklicha tortib, cho'nqurcha hosil bo'lgandan keyin ipini boylab yaxshilab boylab qo'yiladi. Orqasidan 2-3 marta boylab qo'yiladi. Mana old tarafdan qo'yganda shu holatga keldi. Endi ipini ozgina qirqib, kurchuk yordamida ipini ichkariga kirgizib tashlaymiz. Ipi kirib ketdi. Ko'z qismi ozgina cho'nqurcha hosil bo'ldi ko'z qismida. Endi shu joyiga shunaqa munchoqchali tayyorlab oldim. Ikkita ko'z qismiga yopishtirishga. Sizlarda xohlasanglar tikiladigan yoki tayyor qo'yiladigan ko'zlardan foydalansanglar bo'ladi. Ko'z qismiga ozgina kley surtib shu joyga yopishtirib olaman. Endi ikkinchisiga mana ko'z yana oq ipda ishlov beriladi. Oq ipga mana ignaga o'tkazib oldim. Shu joydan kirib, halqachani o'rtasidan kirib, ko'zimizni o'rtasidan ipni chiqaramiz. Endi mana shu bu yoq pastki tarafini o'rtasidan ignani kirgizib, keyingi ko'zimizni shu o'rtasidan
ignani chiqarib tortib olamiz. Yog'ini ham aylantirib, xuddi bu qayerdan chiqargan bo'lsak, yo tarafidan ham xuddi shu joydan ipni chiqarib olamiz. Ilonimizni va chiqarib olib, mana endi ko'zini tepa tarafiga qora ipda ishlov beriladi. Qora ipni shu joydan kirgizib, kirgizayotganda halqachani ichidan kirgizsak, o'shanda tugilgan joyi ichida qoladi. Halqachani ichidan kirgizgan joyiga tugilgan joyini kirgizib olib, mana shu joyiga ko'zini boshlanish joyiga ignani kirgizib, yo ko'zini o'sha boshlanish joyidan chiqaramiz. Xuddi shu qatdan kirgizgan bo'lsak, bu yoqdan shu joydan chiqarib, tepasiga qoshini belgilab, qoshini ham taxminan bilan chiqaramiz. Endi qoshini shu ko'zini boshlanish joyigacha 2 sm, 2 sm emas, 1 sm uzunlikda qadab olamiz. Bu tarafini ham xuddi shu ko'zini yonidan chiqarib, bir xil mana ko'zini boshlanish joyidan chiqarib, mana ko'zini tugash, bu yoqda qayerda tugagan bo'lsa, mana kiprigidan ozgina o'tgandan keyin tugatgan ekanmiz. Bu yerda ham shunaqa kiprigidan o'tgandan keyin tugatamiz. Bitta shu yerda tugib olib, ipimizni ichkariga kirgizib yuboriladi. Mana qoshi ham ilonimiz. Endi ilonimizni til qismini to'qib olamiz. Buning uchun qizil ipdan foydalaniladi. Birinchi 4 ta zanjir olinadi. 1 2 3 4. 4 ta zanjir oldik. Endi shu 4-zanjirni ushlab turgan holatda yana 4 ta zanjir olamiz. 1 2 3 4. Endi shu 4-zanjirga kirib, qaytib kirib, chokimizni birlashtirib olamiz. Mana. Endi yana 4 ta zanjir olinadi. 1 2 3 4. Yana boyagi 4-zanjirga kirib, bu chokni ham birlashtirib olinadi. Endi shu 3 ta chok zanjirimiz qoldi. 3 ta zanjirni oxirigacha oddiy naketsiz chokda to'qib qo'yiladi. 1 ta 2 ta 3 ta. Mana to'qib oldik. Endi ipimizni uzamiz. Mana shu holda bo'ldi. Men tepadagi ikkita qolgan ipni bitta boylab olib, mana ilonni og'zini belgilab oldik. Endi shu joyini tortib olishimiz kerak bo'ladi. Orqa tarafdan ignani kirgizib, mana o'rtasidan kirgizdim. Shu belgilangan joyidan chiqarib, yonrog'idan chiqaramiz. Mana belgilangan joyi yonrog'idan chiqarib oldim. Endi yana shu belgilangan joyini ozgina yon tarafidan yana kirgizib, orqa tarafini mo'ljallab chiqarib olinadi. Mana og'iz qismi tortiladi. O'shanda orqa tarafidan ipini chiqarib, bir-biriga mahkam bog'lab, tortib bog'lab qo'yiladi. Og'iz qismi shunda ichiga kiradi. Buni kesib olib, kuchuk yordamida kesilgan ipni ichkariga kirgizib olamiz. Mana og'iz qismi ichiga tortilib qoldi. Endi tilini, to'qib olgan tilimizni tilini shu joyga tikib qo'yamiz. Mana tepaga qo'yib turib, shu joyga tikib olinadi. Bu yoq tarafidan ham mahkamlab tikib olinadi. Buni
qilib tikib olindi. Endi shu ipni uzmasdan buruniga ham shakl berib ketamiz. Burnini mana ikkita ko'zini o'rtasiga burnini tikib ketiladi. Shu joyga kirib mana bitta shu joyga chatib olib ichkariga ipni kirgizib boramiz. Tortib turib qirqsak o'zi kirib ketadi ipni ichkariga. Mana ilonimizni til qismi ham tayyor bo'ldi. Endi ilonimizga yana bezak berish uchun boshiga shapkacha to'qib qo'yamiz. Endi ilonimizga shu sariq ip yordamida shapka to'qib olamiz. Buning uchun bosh qismini to'qigan aylanamizga o'xshab 6 ta zanjirli aylana to'qib olamiz. Qatorlar soni ham 6 tagacha yetguncha aylanani to'qib olamiz. Qatorlar 6 qatorga yetguncha xuddi o'sha bosh qismini qanaqa to'qigan bo'lsa, o'sha usulda aylanib to'qib olinadi. Mana 6 qator to'qib oldik. Endi 3 qator hech qanaqa ko'paytirishlarsiz 3 qator to'qib chiqamiz. Har bir zanjirga bitta-bittadan nakitsiz joq to'qib 3 qator to'qiymiz. Shunda qatorlarimiz soni 9 taga yetadi. Mana endi 3 qator to'qib oldik. Qatorlarimiz soni o'shanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 taga yetdi. Endi mana ilonga shapkasini kiydirib qo'yamiz. Endi shu boylash uchun zanjir olamiz. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ta ko'ramiz. Hozir o'lchab ko'ramiz. 20 tani 20 ta bo'lar ekan. 20 ta zanjir oldim. Endi shu yerda uzib olib xuddi shuni ikkiga buklab yana shu tarafidan ham zanjirga joy belgilab olib yana 20 ta zanjir olinadi. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20 olamiz. Mana yordamchimizni ham tortib chiqarib tashlaymiz. Ilonchani o'shiga endi o'ylab qo'yamiz. Mana endi shu joyga ikkita quloqcha to'qib olamiz. Buning uchun yana 6 tali aylana to'qib olamiz. Mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. 6 ta aylana to'qib oldik. Mana ipini tortib birlashtirib shuni bir marta endi 3 qator aylanalarimiz ko'paytirib 3 qator to'qib olamiz. Mana 3 qator aylana to'qib oldik. Endi hech qanaqa ko'paytirishlarsiz yana 3 qator to'qib olamiz. Mana yana 3 qator to'qib oldik. Jami 6 qator bo'ldi. Endi shu joydan ipimizni uzib olamiz. Mana xuddi shu shakldan xuddi shunaqa razmerda yana bitta to'qib olamiz. Mana ikkita bir xil shakl to'qib oldik. Endi bu shakllarni shapkachaga qotirib chiqamiz. Buning uchun birinchi bu shakllarni birlashtirib tikib olinadi. Mana birlashtirib tikib oldim. Endi shapkaga qotirib olaman. Zanjir olgan joyimizdan boshlab qotirib olaman.
Mana qotirib oldik. Endi ikkinchi tarafini ham xuddi shunaqa qilib qotirib olamiz. Mana shapkachasi ham tayyor bo'ldi. Endi kiydirib qo'yamiz. Mana ilonimizni ham bitirib oldik. Bugungi o'tgan darsim sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta kanalimga obuna bo'lib, yaqin to'quvchilikni o'rganmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga ham bu videoni jo'natib qo'yishingizni so'rab qolaman. Keyingi darslarda yana nimalarni to'qishni o'rganishni xohlashinglarni kommentariy orqali yozib ketsanglar, men keyingi video darsligimni shu kommentariy orqaga qarab tayyorlashga harakat qilaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr!